Assalomu alaykum hurmatli Surxon Fasad kanalimiz obunachilari hamda bizni kuzatuvchilar. Mana yana bir uyimiz bitdi. Gamen mahsulotlarimizdan. Bu uyimiz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida. Bitta Erpetda. Uyimiz ko'cha qismi mana sariq ranglarda ishladik. Ichida projilkalarni ham sal o'zgacharoq qildik. Boshqacharoq qilib ishlab berdik. Tepalariga qoralar yurib. Sokolni qilmadik. Sokolli granit bo'lar ekan. Faqat stenani ishlab berdik. Bu ko'chamiz. Tashqari qismi uyimizda. Ichkari hovli qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkari hovli qismlari oq ranglarda bo'ldi. Bu darvozadan kirish qismi. Darvozadan kirgandan уже bu yog'i oq ranglarda ishlandi. Uyimiz kattagina uy. Общий kvadratimiz 350 kvadratdan iborat bo'lgan uy. Oldida kolonnalar qilingan. Bu yoq esa oshxona qismlari. Oshxona qismlarini ham qilib berdik. Bu yerdan ajraydi, bu yog'i uyga qaraydi. Ustalarimiz hozir bitirishdi, mana endi yuvinchayin ishlarini qilyapti. Uyimizning oldi ko'rinishi bu yoq. Hovlining ichi oq rangda, ko'cha qismimiz esa sariq rangda bo'ldi. Uyimiz kattagina uy, mana naves qismlari bor. Har doimgidek Umid Rashidov biz bilan birga syomka jarayonida. Assalomu alaykum. Surxon Fasad kanali kuzatuvchilari. Xudo xolasa kanalni kuzatib boringizlar. Mana shunaqa fasllar kimga kerak bo'lsa, to'liq video efirlar Umid Rashidov kanalida. Har bir tumandagi uylar esa Surxon Stroy kanalida. Umidjon bilan syomka qildik. Mana Umidjonni kanalida ham ko'rishlaringiz mumkin. Prama efirlar ham qildik. Polni ma'lumotlar berildi. Uyimiz Muzrabot tumanida bitdi mana. Hammalaringizga rahmat e'tibor uchun. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon nomerlarimizda Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlab turibdi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Hammaga shunaqa uylar nasib qilsin.